adangga nima mashina olganingni aytmaysanmi dedilar. Keyin voy dedim, aytib qo'yibdilar-da dedimda, keyin adangga aytdim taxo olganingni dedilar-da. Keyin undoq turdim, keyin adam keldi. Mashina oldingmi dedilar. Ha dedim. Nima mashina oldim? Aytdim taxo oldim dedim. Siz bilan birga haydaymiz shuni. Demda keyin bolam zo'r mashina, taxo ham zo'r. Gelinvagidan bir kun olasan, ko'p o'ylama uni deb anaqa qilyapti-da. Keyin men aytdim, ada yuring dedim, men hali haydab ko'rmadim dedim. O'rtog'im uyda turibdi dedimda. Keyin borganmiz, bitta videosi bor, Instagramda ko'rsangiz, adashmasam 10 million marta ko'rildi. Keyin kirayotganda adamga aytolman deb, ada men shunday reaksiyangizni olaman, baribir yangi mashina dedim. Keyin xo'p dedilar. Shunda videoga olman, shuni darvozani ochib qarayaptilar, Gelenwagen turibdi-da. Anaqa gapirolmayaptilar dadamda, yig'layaptilar. Keyin xursandchilik ko'z yoshi bo'ladi. Unaqa dopamin, unaqa baxt garmonini siz his ko'rishingiz kerak-da. Umuman boshqa narsa-da, u narsa-da. Ko'pchilik nima yoshligingizda travma bormi sizda? Nima kimgadir nimanidir isbotlamoqchi. Men hech kimga nimani isbotlamoqchi emasman. Meni oldimda maqsadlarim bor. Bitta bo'lmas. Maqsadlarim va maqsadlarim ichida bittasi shu. Va shuni qilishim menga kerak deb ko'p joyda aytaman.